Bardığaydı bana dep beremdi. U xotin ketgan chaqda sanki deb qo'yib ketibdi-ku. Bu qitim rasm bana demidi. Yuvashroq bo'l, bo'lmasa senga yaxshi kun yo'q. Men eski chiqimdisam, men nima ish tutsam? Hey! 9-cu ayın 13-cü günü tömürçülük bugün bağırdım. 9 ayın 13. günüsü. Benim hiç isim yok. Demekçi bağırım. Sen en hakikaten tömürçülük bugün İstanbul'un ağırlığı açarlar. İstanbul bağırdı. Bağırdı. Bağırdı kesip eğitim ettin o. Ustam dükkanlık çağda biz asallıkça Rusya soruyamaydık. Undaqda sen ketirgan chaqda ustamning ruxsatini ilib ketgan. Shundaqmi? Gap qilmabsan. Ustasini do'konga ketganmi? Ha. Sen ketirgan chaqda ustam nima dedi? İşim demedi. Eşim demese ketiver ama sende bunchalik yurak yo'qdi. Gap qila. Aslında işim demedi. Her ona sen derhal öngü kay. Qolgan ish haqini kim bermaydi deganda. Bu gapni qilganda nima ish qilyapsan? Gapimizni tushunamida. Ey, demakchi bo'g'lim qara. Bu gapni ish qilib yetib deganmi, tamoq yeyib deganmi? Sirtdan chiribdi degan. U chog'da men ish qilyotgandim. Ustam bir chaqaganda qildi. Kemini keplo sirqchi ketgan qo'dim. Şagir Tömürçünün aytishicha 9-ayning 13-kuni ustasini qandaqdir bir odam chaqirib ib chiqib ketgan. Birdamdan keyin qaytib kelib, uningga ham ukisiga sizlar uyingizga qaytib ketinglar. Ish haqinglarni kim beraman degan. So'roq davomida Shagir Tömürçi hamkorlashadiganligini bildi. Biroq uning biladiganlari ko'p emas ekan. Pak to'liq bo'lmaganlikdan jamoat xavfsizlik xodimlari hozircha uni qo'yib berdi. Başliq, onu maşındaqlı qo'yib beramdiq. Tutib turish vaqti to'shdi. Qo'yatmay qanday qilamiz? U asosliq jinoyat gumondori tursa, odamni qo'lga olish uchun isbot kerak. Bizda yetarli isbot yo'q. Tömürçi sirtqa chiqqan mezgilda nima ishlarni qilgandi? Nima uchun qaytib ketdi, tuyuqsiz ketmoqchi bo'ladi? To'g'ri, bu gumonliq yeri. Bu nuqtani ching tutishimiz kerak. Meningcha, o sirti birisi bilan ko'rishib, u orqali muhim axborotga erishgan. Tömürçünün şagirdi o adamni ko'migan. Meningcha, o'mi bilmaydi. Yipchi mushundaqli uzilib qolarmi? Diqqatimizni Tömürçünün shagirdiga markazlashtirib, dilo pash qilishga munosabatli yipchini qo'yib atmasligimiz kerak. Juringlar. Lejujan, mana bu 21-avgust bilan 11-sentabr delosi yuz bergan naq maydonni suratga olganlikda ham yaras qoral yaraq yasash o'rnida tepilgan materiallar. Viloyat rahbarlari 21-avgust 11-sentabr delosini pash qilishga intayin ko'ngil bo'lyapti. Avtonom rayonlik jamoat xavfsizligi nazoratining uqtirishida Zarabchan noyasi Yavoq yesidagi Abbosning yoshirinchi davlatga qaytib kelganligi aytilgan. Abbos burun chegara sirtida xalqaro terrorlik tashkilotining harakatiga qatnashib, kasbiy tarbiya olgan. U 1988-yili Aqto'da aniqlangan kurash guruhining tayanch a'zosi. Pakitlar Abbosning janubdagi 4 nahiya atrofida harakat qilayotganligini isbotladi. Biroq meningcha delo sodir qilish usuli ham saviyasidan qaraganda Abbos o'zi bevosita o'tirg'i chiqib qolgan emas. Lejujang bizning nazarimizni bir joy bir nahiyaga tikmay, balki ikki qatimliq deloni qo'shni nahiya, butkul Janubiy Shinjang rayoniga bog'lab turib tekshirishimiz kerakligini eskartdi. Biz intayin hiligar raqibga duch keldik. Razvedka qilishni kuchaytirib, ommani qo'zg'ab, cho'nqur tekshirishimiz kerak. Bu odam qonun to'g'riga tushmasa, Zarabchanda tinchlik bo'lmaydi. Bir necha kundan buyangi ahvoldan qaraganda, Abbos qatorliqlar ehtimol ikki nahiya faslidagi chat joyda harakat qilayotgan bo'lishi mumkin. Lejujan, 21-avgust 11-sentabr delosidan keyin jinoyatchi zarba yemadi, ham to'liq oshkorlanmadi. Shunga meningcha ular yana harakat etib berishi mumkin. Dal dilo ishliguvchi xodimlarning tahlil ham hukm qilganidek, shu paytda Abbos ojiz halqi bo'lgan 3 nahiya faslidagi bo'lakda maxfiy holda yer osti din savod berish ishini qandoq davomlashtirish ham keyingi qadamda qiladigan jinoyati ustida bosh qotiryapti.
Amin. Amin. Allah. Balalar, bugungi dars mishagichi bo'lsin. Darsdan tushgandan keyin bilmagan yerlaringni bir-biringdan so'ranglar. Qur'onni obdiroq yod elinglar. Aranglardan 2-3 bola kelmabdi. Ular nima ish kelmadi bilamsizlar? Ular og'rib qoldi, ota-onasi ketdi. Yo'q, ular og'rib qolmadi, o'lib ketdi. Hey, sen tul qalaymi so'zlama. Qo'pa. Yurtinglar. Bosh. Yalan gap qilsa bo'ldi ekan. Ha? Kimda yalan gap qildi ekan? Bolalar. Ular o'lmadi. Ular Allohning yoniga ketdi. Mishada o'qiyotgan bolalarning hammanglar Allohning eng yaqin bandalari. To'g'ri. Hey! O'quvchilar unda qattiq qo'l qilma. Abbaska, sen turib shunda yolg'iz piskansan. Turmushunda muloyim deb qolgansan. Men degan to'michi. To'michi degan o'sha qattiq qo'pol ish qilgan. Hey! Soqchilar va xalq askarlari dugunimni o'qtiribdi. Dugonning narsalarni o'tkazishga o'zgarmagandim. Qanday qilishim bilmayapman. Bir amal qilsaqchi. Qalabdi bir amal qilsaqchi. Abbaska, yezrashga soqchi mashinasi kelibdi. Amalsan, bir necha oyda bir vaqt tozalashib bor ekan. Yana yer haftada nima gaplarni tekshirdi ekan. Bu qo'dacha tashkilabdi. Endi bu yerda to'sin bo'lmaydi. Qanday qilamiz? Qanday qilamiz? Soqchilar ko'zimizga kirib oldi. Ular bizni bu yerga to'g'izmaymiz deydi ekan. Endi ularga yaxshi kun yo'q. Biz bugun kechtil yovoq yesa qaytib ketaylik. Nima? O'zingni o'zing tutmamoqchimisan? Men taxi o'lishni o'ylaganim yo'q. Men faqat odam o'ltirishni o'ylayapman. Soqchilar bizning bu chog'da yovoq yesiq qaytib kelishimizni xayolim keltirmaydi. Qari. Xo'sh, sen hozir berib bir mashinani amonlik qil. Butun yo'lni soqchilar qamal qilib bo'lsam, mashin nima ish qilsa? Vaqti kelganda bilasan. Abbas haqiqatan odatga jinoyatchilarga o'xshamaydi. Viloyat rahbarlari bilan jamoat xavfsizlik o'rinlari butun kuchni ishga solib, ommani qo'zg'ab, janubdagi 4 nahiy doirasida to'r qurib tozalashni qaror qilib, xizmatni boshlaganda u yo'shirincha yovoq yezisiga kelib, texmi cho'ng jinoyatni planladi. Abbas ketib qolgan kunning ertasi birlashma mudofaa xodimlari bilan xalq askarlari cho'ng aniqlab tekshirish davomida Abbas guruhining yer osti din savat berish nuqtasida kishilar chidab turg'isiz ichinishlik ahvolni ko'rdi. Aslida yo'p-yo'riq sinflarda o'ltirib o'qiydigan, illiq quyosh nurida sog'lom o'sib yetiladigan bu bolalar aksicha bu yerda ruhiy va jismoniy jihatda ichinishlik azoblarga uchragan. Bu holni ko'rgan har bir onaning yuragi yetishmay turadi. Ah ko'ngil har bir odam bu zodi nima uchun? Ular zodi nima ish qilmoqchi degan haqqoniy savolni qo'ydi.
Oğlum sonra! Oraya makineden başla! Makineden! Makinayla! Makinayla! Hadi baba! Oğlum son! Oğlum son! Ne oldu doktor? Doktor buraya! Ha doktor! 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 Doktor buraya! Oğlum emniyete kaçıp ketipti o. Küçük şagirdini tutup algan, onu 2 günden keyin koyup berdi. Bu anılsa bizga ulanın keyin adam başına ondashtiribdi. Yana ishlatganmizda dadujon ha. Aynen şu şatılmayı neymiş kılınmaz biz. Shunda olsun arabalar ishlasa bo'lardi. Ota. Bu nima qiladi ekan? Socaqsızlığı dokunak kılmak ettim. Bu maşina oğrusu eken. Maşina iz tutup ekepti. Nima ishni o'g'latdi? Telin dafa. İsmoil var. İsmoil'in deb so'rabdim, qaysi gapda? Ben ait cahil neme eken, neşimin digin oğlum edi. Dilolarning qo'lchidan yozim xatir soni. Bak. Mashina o'g'irlabsan, mashina haydashni bilardim. Hasan, bu yoqqa. Sen satib soqchiqanlik barliq xodimlarni chaqirib ekan. Biz bu yerga bir jig'an ochadi. Mana bir nechanglar erta o'yingacha uy qaytmoqda oldi. Biz bu yerga buyruq kutib turibmiz. Ma'qul mayli xabar. Turibdi. Ha, mashina o'g'irsan qanday bir taraf qilsizlar? Buni mayt oz qattiq pijlama ekan. Ya solab qo'yishni ya qo'yib turishni hukmayapti. Zehnimizni chong dero markazlashtirdi. Bunda kichik derolar zehnimiz chashmaydi. Buni mushularga qo'yib beramda. Bo'ldi, bugun kech olib ketdim. At o'zimishtirib qolay. Yana bir razvedka guruhi bir necha kundan beri shogird To'mirchining uyini kuzatdi. Biroq qimmati bor biror yeb uchiga erishamadi.
ya? Başını ortamızı kadar kılıyor. Buraya bak şuraya gel. Başını kopuyor sana. Kırdırdın yüzüne. Duruşmaz! Hey ağladın mı? Bunu teslim koy! Buradırı yeni keçildi. Biz cennet görseydi. Abbas, çapsan bir yerden çekinelim. Tek kuşurdu. Emmeden kalkıp kuşurlu oldu. Nailikçi Heydarsın mı? Ben yavak sakçıhansı. Biz terörçülerin hücuma uçurduk. sentyabr kuni g'aljirlashgan Abbas guruhi Yavaq yeziliq saqchixonaga tuyuqsiz qurolli hujum qildi. Bu qatamqi saqchixonaga hujum qilish voqeasida bizning mol-mulk odamlarimiz ig'ir ziyonga uchradi. Saqchi yo'ldosh Muhammad Xo'ja qurbon bo'ldi. Hasan qatorliq 3 nafar yo'ldoshimiz yaralandi. Bir mashina, 3 chaqliq motosikletdan ikkisi ko'ydirib etildi. 10 ig'iz ishxona vayron bo'ldi. Shu kuni tutib saqchixonaga akagan mashina o'g'irlagan jinoyat gumondorimi o'ldirildi. Qisqagina vaqt ichida Zarafshon noyisida
asosiy qatlam kadrlarimizga xalq qurolliq soqchilari ham qonunni ijro qiluvchi o'rinlarga qartilgan terrorlik voqeasi orqa-orqadan yuz berdi. Jinoyatchilarning qo'rgi yo'g'inab haddidan oshdi. Bo'libmi asos qatlam soqchixonasiga qurolliq hujum qilish, o't qo'yib odam o'ldirish mamlakat bo'yicha oz ko'rilgan voqea. Abdunum rayon rahbarlari 21 avgust, 11, 17 sentyabr qatorliq terrorlik voqeasiga yuksak darajada ahamiyat berib, muhim yo'l yo'riq berdi. Ham jamoat xavfsizlik o'rinlaridan cheklik muddat ichida diloni fosh qilib, zo'ravon terrorchi unsurlarning hayvisini yerga urib, Shinjongning ijtimoiy muqimligini qo'g'dashni talab qildi. Abdunum rayonlik jamoat xavfsizligi nazoratining muavin noziri Yanxua buyruq bo'yicha Zarafshan noyisiga kelib, xizmatlarga bevosita yetakchilik qildi. Viloyatlik partkom sho'jisi Jingjong, muavin sho'ji Xoliq qatorliq yerlikdagi asosiy rahbarlarmi Zarafshan noyisiga yetib keldi. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. 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 Zarafshan noyalik jamoat xavfsizligi idorasi yuqori darajalik o'rinni 17 sentyabr qotillik o't qo'yish delosi yuz bergan naq maydondan ilingan paket bilan vaqtida ta'minladi. Shuni bilan bir vaqtda qotil jinoyat o'tkazgan naq maydonda vaqirab turib, Abbosning ismini chaqirgan. Bu 17 sentyabr delosidagi asosliq jinoyatchi Abbos ekanligini tushuntirib berdi. Chunqur tekshirish orqali naq maydonni ko'yib ketgan jasadning bizning xalq soqchimiz tosh tarafidan etib tashlangan to'mirchi To'mir Sirajiddin, ya'ni Abbos guruhining muhim a'zosi ekanligi aniqlandi. Mashina o'g'irlaganlikdan jinoyat gumondori deb qarilib, vaqtincha soqchixonada tutib turayotgan odamning ismi Razzaq bo'lib, Abbosning yo'l yo'rig'i bo'yicha mashina o'g'irlab, ularning qochib ketishiga qulaylik yaratib bermoqchi bo'lgan. Atrofliq roziyatki qilish orqali jamoat xavfsizlik o'rinlari 21 avgust, 11, 17 sentyabr terrorlik voqeasini qochib yurgan Abbos guruhining sodir qilganligini bekitdi. Viloyat ham jamoat xavfsizlik nazorati janubdagi 4 nahiyada qo'mondonlik o'rni qurib, har xil komandir soqchilarni yo'tkab kelib, bir tutash o'rinlashtirib, 3 diloni biroqli fosh qilishni qaror qildi. Zo'ravon terrorchi jinoyatchilarga qattiq zarba berish har millat xalqining orzusini ham har millat xalqining tub manfaatini aks ettirdi. Shunga biz ommaga to'liq ishinib, ommani safarbar qilib, ommaga tayinib, qattiq zarba berish kurshini oxirigacha ep berishimiz kerak. Abbos boshchiligidagi zo'ravon terrorchi unsurlar xalq soqchilariga, ularning jinoiy harakatlariga qarshi qat'iy kurash qilgan asos qatlam kadrlarga tishtirniqchi o'sh. Demak, bizning xalq soqchilarimiz, keng asos qatlam kadrlarimiz jinoyatchi unsurlarning kushandisi. Ularning ko'ziga qadalgan miq. Ular tahdid selish, yoshirin o'ltirish orqali bizni qo'rqitamish. Hukumat bilan xalqning munosabatini uzaytamish. Bu ularning cho'tni xato soqqanligi. Dal uning aksicha ular qancha qabihlashib qoldirlashgan sari xalq ommasi ularning jinoyatga to'lgan razil mohiyatini shuncha aniq ko'ra olmaydi. Ularning halokati tezlashidi. Sardoshlarimiz qurbon bo'ldi. Acaba biz chekinimizmi? Ularning zo'rliq zo'mbulik qilishiga yo'l qo'ymizmi? Yo'q, hargiz yo'l qo'ymaymiz. Cho'qim ulardan hisob elib, sardoshlarımızın intiqomini olamiz. Yo'ldoshlar, peshonimizda parlab turg'ini davlat gerbi, mo'rimizda turg'ini qalqon, jamiyat amonligini, xalqning hayoti ham mol mulkini qo'g'dash, islohot mevalarini qo'g'dash bizning bosh tortib bo'lmaydigan majburiyatimiz. Ko'pchilik, yanimi g'ayratga kelaydi. Butkul nahiya, rayon, xalqqa va'da berimizki, jinoyatchilarni qonun to'ridan hargiz tushirib qo'ymaymiz.
Osaka, bugun qandoq turibsiz? Biroz bir narsa yeyilaman. Mening hech narsam yo'q. Putingiz yana og'rib turyapti. Qandoqni qilamiz? Robiya, yaram bunda ig'irlab kelsa bo'lmaydi. Siz bir amallik qiling. Mening yana qildigan nurg'un ishlarim bor. Yuragim eg'ib turdi. Biz bugun kechlik bu yerdan ketaylik. Robiya, siz shaxsiy doktorxonaga borib, azroq to'xtab keling. Yarısı şunca eğir tutsa, qandoq mağısız? Yani kelib biz nereden baramız? Qandoq savollarni so'rama. Sizga deb bersam baribir tushunmaysiz. Mümkünler, tushunmasligim mümkün. Ben şunu düşünmem. Putingizni saqaytmasangiz, bir putingizdan ayrilib qolasiz. Bir putimdan ayrilsam, yana bir putim. İki kolum var. Eğer tut kolumdan ayrılsam, kallam var, ağzım var, vicdanım var. Ben herkes yerim yolda to'xtab kalmayım. Ne görsiz? Benim kesilim yaxshi bo'ldi. Sizning kesilingiz tek to'liq saqayib bo'lmadi. Yana bir necha kun davolanishingiz kerak. Kerak yo'q. Mening qildigan yana nurg'un ishlarim bor. Doktorga dedingizmi? Demasammi bo'ladi? 17 sentabr delosida yaralangan Yavoq yezilik saqchixonning xalq saqchisi Hasan shu kuni kechadagi voqeani eslab, intayin muhim bir ipuchini deb berdi. Saqchixona. Hasan Birleşme Müdafiye Etret a'zosi Rozining shu chaqda men Rozi Ataullah deb vaqirganini anglagan. Nima uchun xalqlik paytda Rozi terrorchilarga ismini ma'lum qildi? Jamoat xavfsizlik idorasi bu masalani aniqlashni qaror qildi. Bana sen söylese bulmadı mı? Oldu, konuşsanız. İsmin ne mi? Roza Ataullah. Kaç yıl doğum var? 1964 yılı 12 January 24 günler. Bu yıl nerede? Yavak Pazar 4. Koca 31 yılı koydu. Neyim hizmet kılsa? Sizler biliyorsunuz o ben sizi yallah bir şey doğan hadım o. Sualımızga to'g'ri javob ber. Biz seni haqiqiy ahvolini bilmoqchi. Hey, sen nimaga tayinib jambaqsan? Önümge. Nimaga? Kallechilik qilaman, mashina joylarga so'yman, ancha-muncha ushlab tijorat qilaman. Ben sorulan so'zga yaxshi javob ber. Aldingmi? Aldım. To'qinjani 10-kunda tushdan burun sen nerede? Dücünlük qilyapman. Nerede dücürde? Xudo keltirdi. Xata! 9-ayning 13-kuni Qo'g'dash atrofida sening tizimliging bo'lsa, Men Mehmet Xo'jayev bozor amalligini saqlashga chiqqan. Hey, Mehmet Hoca yakanga onasini yo'qlab ketgan tursa, sen uyat bo'lmasa, buning butun personallarimiz guvoh bu. Men bu vaqt uzab ketgach esimda qolmabdi. Sizlar nima menda bunday savollarni so'raysizlar? Yolg'onni to'g'rilig'iga bekus ekansan. Yo'ldosh Mehmet Hoca qurbon bo'ldi. Sen o'zingcha odam o'rgandik kim bizni yuzlashtirmaydi deb o'ylayotgansan-da. Yo'q, men unda o'ylamadim. Aytay, ikkinlarning bir ishkanligiga kim guvoh? Men yana o'ylab boqay. Hey,
Sen tümürünü turlamsın. Bakın bunu onu ben bilmeymen. Şabet gidip bir vasıta Allah'a buluş mümkün. Lakin ben fakat onu bir yer Allah'a bakmadan. Kolumuzda ünlem başlıksa, sen onu orada doluysan, 9. ayda 13 günü düştün kurup, saat 11 yerim etrafta. Sen bu tümüncü dükkanına bağlanlıkından köylerden bağlı. Ben bilmeymen. Ben demek şu olduğunu bilmeymen. Nege ciddisin? 9. ayda 13 günü tümüncü dükkanda buluvatkan işine kudup bilirgandek. Ben bilmeymen. Ben demek şu olduğunu bilmeymen. Nemige ısrar kılmaysan? Ben dedim bu onlar rast kömüdüm. Sen çıkıp koy. Sen bir yere her bir diken kipanga mesul olsun. Sıra kulağı olsun. Müşterilerin hamisi rast kep. Mağdur. Anan karab bak. Tonamsa tanımamsa. Kerem. 9. ayda 17. günü düştüm burun. Tümücülük dükkan kızda bağırdan. Şu mu? Emes mi? Şu. Hata tanımalıysa. Onu bizden merdivenden emnisi Kaleci Roziye dedim. Koşduklarının emnisi onu tanıyordu. Onun o günü ustanı neymiş bilezde bakalığını bilir misin? Bilmeyim. O dükkan içimgen ustam bilen zıttı paranlaşkan. Ularının paranlaşkılığını öz gözümde köydün mü? Yok. Bizim koçudaki halık şu günse dükkan ustamı izlep çırptıken halık degen benim ağayım. O Roza halık 5 koy pulunu berip ustamını hiç kimi tölümeye çakırıp ettirken. Halıklı senin kışını çakırıp ekirey mi ya? Roza, ben gidip kimgen gelsen, Kaçlarına yok tapşırışın gerek. Cemaat tepkisiyle kanunlarını aklına içinde böyle kalmamış mısın? Sen o cinayetini bizim bilmeyden böyle kalmamış mısın? 9. ayına 13. gün düştün durun. Sen kömürçüge haber yetkizgili badın. Sen onu bizim dükkanına aktırıp içe, onu kaçırıp ettin. Senin bu cinayetini için sen ne sıkıysan bunu? Biz sana yenilen adem buluş fırsatı verip atımız. Karşılık kılsan özenge faydasız. Uktun mu? Anladım. 9. ayının 17. günü işini biz eskertip koyandık ya ki özlem demse. Beyte, 9. ayının 17. günü safşkanın ucun krallarına ne münasebetun var? Mehmet. Tağa, Sağlıqanı başlap kelmegen. Eğer ularının safşkanın ucun krallarına tutken bolsam, safşkanın demini şöyle uflap kalmay, tikip etken bulattın. Doğru mu? Abbas'a akbaratını sen yetkizbegen. Sen ularga maşina uğrusundan safşkanı soranı oldu mu? Safşkanı hadimleriyle kurallarının orunluş evanılarına etbegen. Yani ularga yezi başı olan sekretarının İslam hükümeti tutmayı alır mı? Şehir'in kurallarının safşkanı tikeleğine etbegen. 9. ayının 17. gün düşte. Bu akbaratını sen ulan yetkizgen. Doğru mu? Yok. Ben Abbas'ın köyüne bakmadım. Ben Raslı Abbas'ın köyümüdüm. Sen de hazırdıkça hamdiyalarının büyükten sana yapayım. Tövürcü öldü. Abbas onun kısından kolumuzu uçup duruştan korkup kılıç aldı da onu birinci içip köydürüp etti. Abbas'ın maksidi Adem öldürüş. Bana onun engeçkenlerine akıbeti. Bu aldı bilen başını vurusunu andın seni öldürmek için. Andın İslam hükümet uçum kırıp çok iş tevletmek için. Der şu çağda taş soracağım, batırlaşı işime olsa sen bu avlunun köyüne bulandan. Müşerimizden oturuşun mümkün müdür? Öz istikbalını oluşturan fırsat geldi. Eğer meslem tapşırmışsan, ısırıp koyup etken taktırdım
Ular seni hergiz boş koyup etmeydi. Sen bir yerden çıkıp kessen, biz bexatarligini kepillik kılamayız. Ben sana aytayım. Sana bir çıkış yolu var. O bolsun o. Yavaşlıkla ben sana tapşırış. Eğer Abbas Börükler yoktunsa, sen bu bexatarlik erişemezsen. Nadir, ben tapşırayım. Ben asla Abbas'ı tanımayım. Ben köye bakmadım. Ben fakat Mahmut bilenle alaklaştım. Gel bu şeyini konuşayım. Beni de fetret konuşanlar. Şuna sen yap bırak ya. Güzel ben de mılla. Şuna bak sen. İşte. Roza Atavulla Abbasni azaldan ko'rib boqmaganligini. Ular yakki liniya bo'yicha aloqa qilishadiganligini. Uning aloqalashuvchisi Mahmud Mahmud ekanligini iqror qildi. Saqchilar darhol otlanib, qo'shni nahiya Yapbuloq yesib turishliq Mahmud Mahmudni qo'lga oldi. Xayrigul! Xayrigul! Kim? Ben kent başlığı. Avazım tanımadan anlama. Nima? Kent başlığı nima ish? İşini derhal etsem balanız maşını sokup etipti. Nima? Balanız ciddi kutuluş bölümünde senin oradın birazını kesin deydi. He. Kamerama! 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 Hadi bakalım. Tamam gel. Adam yok gel. O şirak yapmadı. Kimse yok durma. Tamam otur hele. Bu yerim edem yok ki. Ne oldu? Bu yerim edem yok ki. Tamam kalktırma. Bu yerim bir çıkıyor ki. Ha? Kulağım gitti. Kımırma. Bıçak desene. Kızım bıçaklayacağım. Taşı. Çık. Çık. Mahmudning haqiqiy salohiyatini isbotlash ham uning 21 avgust 11 sentabr delosiga qatnashgan qatnashmaganligini aniqlash uchun soqchilar 11 sentabr voqeasini o'z ko'zi bilan ko'rgan Navoiyni chaqirib keldi.
Navoiy Mahmudning 11 sentabr Yavaq yezisining xabarchisini o'ltirgan ikki qotilning birisi ekanligini isbotladi. Shuni bilan Mahmud yana 17 sentabr Yavaq yezilik saqchixonaga qurolli hujum qilish voqeasiga qatnashganlarning birisi bo'lib chiqdi. O'ng tarafda ikkinchisi. Xato ko'rib qolmasa, Yo'q, burun yo'qda, az burut qo'yibdi. Sizlar xanzirlarni qo'ymoqtirgan bilan bizlarni qo'ymoqtira olmaydi. Yesam xabarchisidan topmadim. O gün meni qurol yo'qdi. Uni qarajatman. Qarajaz nada? Bilmayman. Balkim o'limga ketgan bo'lishi mumkin. 9-ayning 17-kuni saqchixona qurolli hujum qilganlar. Kim bilan? Kimga? Qancha ketadigan keldi. Mahmud kuchli besim ostida oxir 17 sentabr Yavaq yezilik saqchixonaga qurolli hujum qilgan terrorlik guruhining kotibishi Abbosning turar joyini ixro qildi. Talonning ahvoli qandoq? Gap qilmamsa? Mahmudni saqchilar tutibdi. Qarg'anda ro'zdan ish chiqqanday qilib turdi. Bu mazgulnigo shu vaqtida saqchixonada joylashsa ko'pgan toq. Hozir sirtning ahvoli sal murakkab ham xatarlikda qilib turdi. Yes, sabahlı ölçüde gel. Hemen taraftan korsana. Yes. Sen o tarafı birin la. Ben bilemem la. Eski taşımalar. Adam yok ki. Eski yaklaşıyorum. Karto. Tepe çişisi. Yaxşıрақ qara.
Takdir yaptırma. Ha? Takdir yaptırma. Koy koy başkan koy. Bekle. Bu havada okşaydı. Katı kıstın lan. Hop. Ulan. Obdarak tekshiringlar. Gumonliq joydan birsimi qilib qolmasin. Yürü. Yüzü şu kumda. Boshliq, odam yo'q. Ha, Dido nerede? Nerede? Bak. Yakla nerede? Aa şu yakın aslında. Kim bu? Derhal harakatga kelinglar. Yazık. Daya sen ke. Keyninglarga yeninglar. Abdüm tolak. Abbas, yak çık. Sen konuşalım kaldın. İşte yerime çıkın lan. İşte. Abbas çık bezge. Keyninglarga yeninglar. Yosh oqquzish bombasi tashlaydi. İki nafar saqchi pastga tushib qarab baqsin. Bu yerda yo'q ekan. Chiqib ketaylik. Başlık bulan ekan. Ne ölsün ma? Hoş. Bunun konuğum. Aziz oğlum bana ağıtayıp kelgen oyda oturuyordu ben. Maya aziz çıkılmayın, saklanıp kalırsın, içeri verirken. Kimga jargı vergen? NATO'na atıp koyan içeri verirken. Ularning ismi nima ekan? Birinin ismi Sabır Imin, birinin ismi Jasur Imin ekan. Ular nerlik ekan? Nereden keldi ekan? Nima ish qildi ekan? Ular hotel ekan. Kiri so'zil shug'ullanib odam ekan. Ularning kimlik guvohnamasi bormi? Birinin barkan uni men ko'rgan. Kent boshlig'i ko'rgan. İcra benim kent boshlig'ining xabari bor. Sabır degandan kimlik guvohnamasi bor ekan. Jasur degandan kimligimni ilib kelmabdi, men uyda qoldi deganda. Va ularningki aylava so'rabdim. Xotin Qarqash nahiyasidan dehqon ekan. Sizlar shu kimlikdagi adresi bo'yicha shular turishlik o'rinlarga berib, shularning ahvolini tekshirib baqdinglarmi, qanday qildinglar? Yo'q. Soqchixonaga berib vaqtli turish guvohnamasi olib berganmidinglar? Yo'q. Ular kim bilan aloqalashadi? Buni bilamsizlar? Bilmayman. Ishinglarning oldiga o'nkir ko'lab, yoki dushmanlashgan harakatlardan shug'ullanyapsan. Sizning xayringlar bormi, bu ishdan yo'qmi? Kent boshlig'i, sizlarni tayinli ekansiz, jima? Beshingni qarichiq oldimi?
Abbas guruhidagi bir qancha jinoyat gumondorlari oqoqidan qonun to'riga tushgandan keyin deloni aniqlash xizmatimizda zo'r ilgirlash bo'ldi. Ham Abbas boshchiligidagi zo'ravon terrorchilarning asosiy ahvolini dastlabki qadamda egalladik. Mening qarashimcha, Abbas chet elda tarbiyalanib qolmay, yana o'zida razvedkaga qarshi iqtidorni yetildirgan. Dalada yashashga odatlangan. Uni qo'g'lab tutish davomida u qo'l ostidagilar bilan yakka liniya bo'yicha aloqalashgan. Bo'libmi u yaralangandan keyin fursatni ching tutib boshqa joyga yo'tkalgan. Abbas guruhini qonun to'riga tushirishda yana ommani qo'zg'ab, ommaga tayinishimiz kerak. Oldingi bir mezgilda bu jihatda ba'zi xizmatlarni ishladik. Omma bizni yipuchi bilan ta'minladi. Abbasning puti yaralanib, yurish-turishi qolaysiz bo'lib qoldi. Yarısini davolab saqaytish uning birdan-bir muhim ishi. Shunga biz barliq doktorxona, davolash o'rinlari, xususiy shifoxona, dorixonalarni tekshirib, shulardan dori olgan, davolangan odamlarni aniqlashimiz kerak. Meningcha, biz mundaq bir qancha qarorni chiqarishimiz kerak. Birinchi, Zarafshon noyilik partkom konkret mas'ul bo'lib, darhol nahiya xalqini safarbar qilib, Abbas guruhini oqtirib tutishdek xalq urushini qo'zg'ash kerak. Ular o'tchib samonliqqa yoshiringan bo'lsa, o't qo'yib, ularni chiqishga majburlashimiz. O'nkir gamilar kirib olgan bo'lsa, suv qo'yib ularni chiqarishimiz. Buning pushqoqlarini qoldirmay oqtirishimiz kerak. Ikkinchi, Zarafshon noyilik jamoat xavfsizlik idorasi mas'ul bo'lib, odam tashkillab, nahiya tavasidagi barliq doktorxona, davolash punktlari, xususiy shifoxona, dorixonalarni tekshirib, 9-oyning 17-kunidan keyin kelib yarısini tangdirgan, dori olgan odamlarni aniqlashimiz kerak. 3. Abdunum rayonlik jamoat xavfsizlik nazorati mas'ul bo'lib, Urumchi shaharlik jamoat xavfsizlik idorasiga hamkorlashib, Abbas Urumchida yollagan Qori Hoji degan qotilni tepib, darhol qo'lga olishimiz kerak. Bu ishni men bajaraman. 4. Viloyatlik jamoat xavfsizlik idorasi bilan Zarafshon noyilik jamoat xavfsizlik idorasi birlikda mas'ul bo'lib, Xotan rayoniga darhol odam avatib, Sabir, Jasur deganlarning haqiqiy salohiyatini aniqlash kerak. 5. Zarafshon noyiyasi bilan qo'shni 3 nahiya bugundan boshlab yo'llarga chozi qurib, kecha-kunduz charlash ep berib, birmi gumonliq odamni qo'yib o'tmay, Abbas qatorliqlarning chegirdan chiqib ketishini to'sish kerak. Abbas qatorliqlarni tutib, qonun o'rinlariga topshirishdan burun bu qitimki harakatga qatnashgan barliq saqchilar dam olishni bekor qilib, Abdunum rayon rahbarlari topshirgan cheklik muddat ichida deloni aniqlash vazifasini o'rinlab, xalqni xotirjam, jamiyatni omon qilish kerak. O'rlashtirish bo'yicha qurolli saqchilar har qaysi yezining xalq askarlari har qaysi qatnash o'tganlarga chozi qurdi. Ular ochiqchilikda qiyinchiliklarga bardosh berib, kecha-kunduz yo'lovchilar ham mashinalarni tekshirdi. Har qanday bir gumonliq nuqtani qo'yib o'tmadi. Saqchilarning charlash mashinasi jangallikda, qumliqda, tog'liq rayonda, tuzlanlikda charlash ibat. Jinoyatchilarga qilcha yo'chiq qoldirmadi. To'liq qurollangan saqchilar o'sharlikni yo'qotmay, har vaqt jangga tayyor turdi. Kadr ammo bir niyatda hamkorlashib, terrorchi unsurlar nada paydo bo'lsa, shu yerda yo'qotdi. Özüm haydaverman.
Hey. Ben hazırlı barman. Ahval sezildi. Hareketlenaylik. Yoldaşlar, benim sözüm ahırlaştı. Hazır kentimizdeki Cümen işine imamı İmminacım söz kıpırdı. Yurttaşlar, bizde aşkazanla ağırtkan aş emes. Dinle ağırtkan dost emes deydiğen gep var. Yani bizde hayvanın alısı teşide, adamın alısı içide deydiğen gep mi var. Yakından biri boğan işine köpçülük obdan bilimiz. Bir top zoravan terörçüler öz kayındaşlarını öldürdü. Ulanın yürüge neme digen kara. Ular tehe dini tongu orululup din ve milletimiz için işgalvatımız dep devran çalışı oturdu. Halkımız ezeldulla emgekcan akgönül tinçilikle halaydıgan halk. Bu bir uçun münafıklar öz kayındaşlarını öldürüp tepti atmasın yani özlerine mukaddes İslam dininin muritleri davatıdır. Ular bizim İslam dinimizden düşmanları. Koldan hemme eskilik kildiğen albastılar. Serapşan oğul kızları biz hükümet ve cihi oğulları hemkarlaşıp bu ablaklarını tepşimiz gerek. Hükümet ularına kalk cezalısa bizden şartlayan temiz durmuşumuz esnektir. Milli Meclis'e katılsaydı! Soravat Meclis'e harekete katılsaydı! Cemiyet'in havalıklı koldaydı! Yasın evine kalkın ispatıdı! Hepsi ürtek şuranlar! Saçkan kameramı kanmasın! Qatlamı səfərvər qılıb, to'liq tayyorlik qilish asosida ommaviy xarakterlik bir maydon oqtirib tutish harakati Zarafshon nahiyasida keng qanot yaydirildi. Bu qatimqi harakat nahiy bo'yicha 9 yeza, 18 ma'muriy kent, 1158 aholi korpusiga qanot yaydirilib,